Xo'sh, bu 13-chi qishloqmi? Ha, agar 13-chi qishloq bo'lsa, men sizlarga yangiligim bor. Aha, qanday yangilik mer? Kompot, biz yaqindagina yangi uy sotib olamiz. Qanday uy? Qanday sotib olyapmiz? Kompot, qanday uy sotib olamiz? To'xtanglar, hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Qarochi bizning qishloqqa yangi odam keldi va auksionda qo'yilgan uyni biz sotib olamiz. Uy juda ham balandki, u yerda hammamiz bemalol chiqamiz. Hattoki u yerga dam olishga ham boramiz. Faqatgina u yer shaharda. Xo'sh, gapni cho'zib o'tirmasdan pulni tezroq ber va uyni ol. Xo'p, qancha bo'ladi? Taxminan 400 ta izurod. Kompot, mana shu uyni sotib olsak yaxshi edi. Xo'p, mana bu pullarni ol. Jigarlar, bu yerda nereal katta pul bor. Yaxshi, bo'pti. Uyni olishinglar mumkin. Kalitlari o'shaning ichida. Bemalol borib olishinglar mumkin. Tushundinglarmi? Yoki bo'lmasa, eshigi ochiqda. Mer nimaga u bizga kalitni bermasdan o'sha yerda deb ketdi? Bilmadim, negadir shubhali bo'lib qoldim. Boshida boshqacha gapirayotgan edi, hozir esa boshqacha. Nima deb o'ylaysan? Yana pulimizga uxlamaymizmi? Bilmadim. Xo'p, mayli mer, unda shaharga ketdikmi? Ha, albatta, birinchi uyni ham ko'rmoqchiman. Kompot, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, nima? Kechagi qilgan ishi uchun sendan men uzr so'rayman. Boshqa qishloqni hech kimga sotib yubormayman. Xo'p, mayli, o'zingni xatoingni tushungan bo'lsang bo'ldi. Endi tezroq shaharga boraylik. Jitelar, sizlar ham borasizlarmi? Ha, albatta, biz ham boramiz. Tezroq ketsak yaxshi edi. Birinchi uyimizni biz ham ko'rsak bo'ladimi? Ha, albatta, sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Faqatgina navbatma-navbat. Xo'p, men obunachilar bilan salomlashib olay. Hammaga salom alaykum. Sizlar bilan Kompot. Bo'ldi, o'tgan videomizga aktiv bomba qo'ribsizlar va meni YouTube'ga kontent olish maqsadim yana oshdi. Qarochi, bugun men yangigina uy sotib oldim. Mer bilan birgalikda uyni kalitini bergani yo'q. Men shundan shubhalanyapman. Hech qilib bizni aldab ketmadimikan? Birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, mayli, unda hozirgina kerakli narsalarni olib ana o'sha yerga, ya'ni uyga boramiz. Qani ko'ramiz uyning ichida qanday jihozlar bor. Uyni aytish bo'yicha juda ham baland, 700 etajkalimi. Bola, qarochi, bunga anchagina izumrud ketdi. Taxminan bir 100 takmi izumrud. Xo'p, mana bu sandig'imni kerakli narsalarni olib va biz qaytib, ya'ni shaharga ketyapmiz. Bilasizlar, shahar qishloqdan juda ham uzoqda. U yerga narsalarimizni olib borishimiz kerak. Agar biz quruq ketsak bo'lmaydi. U uyni kaliti ham ichida deyapti. Nima, eshigi ochiqmi? Uy haqiqatan ham biznikimi yoki yo'q bilmadim. Xo'p, mayli, yomon xayollarga bormaylik. Birinchi o'rindan nimani olib olsam, men o'ylayapman. Hamma jitelar o'zi saflanib turishibdi. Kelinglar bolalar, u uyning rasmini ko'rsataymi, ko'rsatmaymi bilmadim, lekin rasmini ham tashlagani yo'q. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Xo'p, mana jigarlar, va nihoyat shaharga ham bir amallab kelib oldik. Ko'rishinglar mumkin, juda ham katta shahar. Mana shu katta, ya'ni kameram orqali, dron orqali shaharni sizlarga qisqacha ko'rsatyapman. Va qishloqlar yetib keldik. Qishloqlar qalinglar, mana shu yerdan 10 ga yursak, mana shu etajkali dom chiqar ekan. Xo'p, hamma tayyormi? Ha, albatta, men birinchi uyimizni ko'rmoqchimiz. Agar u chiroyli bo'lsa, bu yerda yashashimiz ham mumkin. Ha, birinchi marotaba shaharda yashayapmiz. Bu menga video emas, vlog bo'ladi. Xo'p, mayli, merki adashmasam, mana shu bizniki bo'lsa kerak. Yo'q, adashyapsan. Kartada boshqa narsa ko'rsatyapti. To'g'risi, kartani ham karta qilishibdi. Ana odamga telefon qilaychi. Tak, qayerda deb o'ylaysizlar? Kimdir kartaga yaxshi tushunadimi? Ha, mayli, mana shu yerdan ketaveraylikchi. Qishloqlar, yuringlar. Xo'p, qishloqlar, va nihoyat keldik. Nima, tayyormisizlar? Kompot, bu yer juda ham yomon-ku. Qayerdan kelib qoldik? Nima bo'ldi? Mana buni qara, uy qishloqning o'rtasiga qurib ketishgandi. Haqiqatan ham shu bizning uyimizmi? Ha, albatta, Kompot, bu uyni qara, jajni eng katta binodan ham uzun. Mana bu uyni o'rtasiga kirish taqiqlanadi deb yozib qo'ygan. Nima, biz shuncha pulni tekinga berib yuboryapmizmi? Yo'q, iltimos, pullarni qaytaramiz. Bu uyni o'sha ko'rishimdanoq yoqmayapti. Ana u yerga o'lasan belgisini qo'yib qo'ygan, qandaydir radiatsiya belgisini. Bu yerga atom bomba tushganmi bilmadim. Kompot, iltimos, tezroq ketaylik. Yo'q, shuncha sotib oldik. Endi biz shuncha videoni ham yoqib qo'yganman. Axir obunachilarimga ko'rsatmoqchi edim. Biz rasmini ham olmabmiz. Ha, albatta, lekin uyning ichiga kirib bir ko'rsak bo'ladimi? Yo'q, kirish taqiqlanadi deb qo'ygan. Qanday qilib kiramiz? Menga kapsula kerak. Kapsula orqali uning ichiga kirib keta olaman. Ha, mayli, qayerda topamiz kapsula? O'zim ham hayronman. Jin ursin.
Xo'p, mayli, o'zimizdan qo'lga olaylik, asabiylashmaylik. Menga tezroq kapsula topib ber. Yonimizda qanchadir pulimiz qoldimi? Ha, juda ham kam pul qoldi. Bu yerga kirish stop taqiqlanadi deb qo'ygan. Ana odam bizni menimcha chuv tushirib ketdi. Jin ursin, shuncha pullar 100 stak izmrud. Axir bu pullarni topishni o'zi ham bo'lmagan. Jin ursin, endi qanday qilib olaman? Kompot, iltimos, buni nima qil? Xo'p, mayli, qo'limdan kelgancha jin ursin, bu yerda radiatsiya bor ekan. Radiatsiya nima u? Radiatsiya bu atom elektrostansiyasi tomonidan ishlab chiqariladigan juda katta. Mana ko'ryapsizlarmi, oyog'imni o'sha yarmini kesib yubordi ham. Radiatsiyada yurish xavfli, sizlarni yo'q qilishi mumkin. To'g'ri aytasan, men ham eshitgan edim, ya'ni televizordan. Unga tekkan odam zararlanadi va o'ladi. Maslahatim, u yerga kirmaganimiz ma'qul. Bu yerga kapsula orqali kiramiz. Kapsula esa shaharda bilasan, juda ham qimmat turadi. Ha, mana bu uyning yo'llari ham dabdala bo'lib ketganini qaranglar. Nima, bu yerda musorkalar tashlanganmi? Bu uyni kim qurgan bo'lishi mumkin? Qaysi ahmoq shaharning o'rtasiga qurgan? Mana bu yerda do'stlar radiatsiya bor. Radiatsiyani bossak bizning oyog'imiz kuyadi. Orqasiga esa reshotkalar qo'yilgan. Jin ursin, endi biz qanday qilib chiqamiz? Bolalar, men asabiylashib ketyapman. Ana odamni ko'rib qolsam, sirrazni o'ldiraman. Xo'p, qanday qilib uning eng oxiridagi uyini ichiga chiqa olishimiz mumkin? U yerda kim bor? Jin ursin, nimadir meni juda ham uryapti. Xo'p, ekskavator bu yerda nima qilyapti? Ekskavator qochib turinglarchi, qochib tur. Assalomu alaykum. Bu yerda yurish taqiqlanadi. Nima uchun bu yerda yuribsizlar? Assalomu alaykum. Amaki, mana bu yerda kim qurgan? Bu yer mashinliklarning uyi. Bular shunday qilib odamlarning pulini olib qochishadi. Seni ham tushirdimi deyman? Ha, bitta men emas, butun qishloq aholisini tushirdi. Buni qanday qilib olsam bo'ladi? Ha, bir paytlar men ham shunday qilgan. Bu yerga kirish taqiqlanadi. Kirmoqchi bo'lsang, ustingga narsa kiyib kirishing kerak. Hozir shaharda bunday narsalar qimmat turadi. Maslahatim, bu yerga kirmagan yaxshi. Lekin men u odamni qayerda topishni bilaman. Lekin esim hozir qarib qolganman va shu tufayli eslay olmayapman. Albatta eslasam seni oldingga kelaman. Qayerda? Qaysi qishloqdasizlar? Nima, kirib bo'lmaydi, jin ursin. Qishloqlar, iltimos, meni kechiringlar. Bu odam mashinnik ekan. Ha, bu odam mashinnik. Sizlar qaysi qishloqdan edinglar? Biz 13-qishloqdan. Ha, 13-qishloqqa eshitgan edim. Kompot, biz pulimizga uxladik. Qayerdan olamiz? Omeli oxirgi pulim edi. Axir jin ursin. Qayerdan topsak bo'ladi? O'zim ham bilmayman. Jin ursin, buni qayerdan olgin? Kompot, sen uchun shaxsiy o'zim qildim. Yaxshi bolaka, ustiga kapsula kiyib olibsan. Endi bemalol kirishing mumkin. Faqatgina 5 daqiqadan oshib ketmasa, agar 5 daqiqadan o'tib ketsa, sen o'lishing mumkin. Radiatsiya faqatgina 5 daqiqa ushlab beruvchi kiyim bu. Xo'pmi? Xo'p, albatta imkon qadar chiqishga harakat qilaman. Hozir 8-daqiqa, videoni 13-daqiqada men bu yerga tushaman. Men ketdim. Qani, radiatsiya ta'sir qiladimi? Yo'q, ta'sir qilmayapti. Demak, radiatsiyaga qarshi kiyim. Lekin kiyim juda ham meni qizityapti. Jin ursin. Bu yerni qaranglar, zinnasini juda ham uzunligini. Bu uyning ichida hech boqov yo'q. Faqatgina radiatsiyalangan narvon va radiatsiyalangan bloklar. Uning oxiriga chiqishim kerak. Asosiysi 5 daqiqadan oshib ketmasligi kerak. Meni eslab qolishim kerak. Mana shu yerga tegsam hech nima qilmas. Ha, ketdik. Narvonning asosiy qismi radiatsiyalanmagan. O'sha 8 dan 43 daqiqa o'tdi va menda juda ham bo'ladigan darajada vaqt bor. Asosiysi men 5 daqiqagacha ulgursam kerak. Jin ursin, do'stlar, mana bu blok teshik ekan. Demak, bu yerga chiqqan odam qaytib tushib ketadi. Mayo, bolalar, men juda ham boshim aylanyapti, juda ham balandamiz. Taxminan 500-qavat. Jin ursin, mana bu radiatsiyaning bloklar. Axir bu yomon-ku, agar bundan ichgan odam zaharlanadi. Hattoki men ham, ko'zim ham g'alati ko'ryapti. Negadir pirpirab ketyapti ko'zim. Jin ursin, 500-qavat. Obunachilar. Mana buni dron bilan ko'rsatsam ham bo'ladi. Jin ursin, endi men nima qilaman? Mana buni qaranglar, uylarni.
Jin ursani yonyapti. Hamma yoq zavod bilan qoplangan. Bu menimcha zavodning ofitsialniy qurgan joyi. Nimaga bu yerda shunday yomon narsalarni saqlashadi? Bu yerda o'zi hech boqu yo'q ekan. Faqatgina kravatlar va birozgina sandiq. Obunachilar, men qo'rqib ketyapman boru. Xo'p, mayli, eshikni ochaylik. Bu yerda nima? Muzqaymoq. Buni ehtimol yeyish mumkin emas. Radiatsiyalangan, tashlashim kerak. Hidi ham juda ham yomon. Parashyut juda ham yaxshi. Meni baxtimga parashyut bor ekan. Soat уже 10 daqiqa, 2 daqiqa, 3 daqiqa vaqtim qoldi. Tezroq pastga tushishim kerak. Lekin bu yerni hali ham yaxshi o'rganib olganim yo'q. Nima qilsam ekan? Mana bu bloklardan bittasini olib tushaymi? Jin ursin, nimaga men har doim gapiryapman? Pastda qishloqlar menga qarab turibdi. Men fikrimni bitta joyga jamlashim kerak va bitta narsani pastga olib tushishim kerak. Agar men bu yerga bir marta chiqsam, qaytib chiqa olmayman. Qaysi narsani olsam ekan? Hozir men shokdaman, bolalar, bilasizlar. Jin ursin, yo'q, hech nimani ololmadim. Axir ular radiatsiyalangan. Va parashyut tushdi. Va nihoyat tushyapman. Va tushyapman. Pastga tushdim va nihoyat. Salom do'stlar. Men pastga tushdim. Kompot, bu yerda nima bor ekan? Hamma bloklar radiatsiyalangan. Kompot, bu yo'g'ini ko'rsatish mumkin emas. Hozir bizga politsiyalar kelyapti. Iltimos, kamerangni o'chir. Nima politsiya? Jin ursin, mayli, videoni shu joyda tugatamiz. Obunachilar, shu joyda video tugaydi. Maksimum 100 ta, 150 ta like oshiringlar va men ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilaman. Hammaga xayr. Videoni tezroq o'chir. Xo'p.